Assalomu alaykum. Bugun 25 sentyabr 2025-yil. Yangiobod tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 9-sinflarda biologiya fanidan 1-PSB nazorat ishlari olinyapti. Mavzu pichan tayoqchasi bakteriyasi bilan va ko'lmak suvlaridagi suvlarni o'rganish laboratoriyasi. Bizda pichan yutmasi bor va ko'lmak suvi va basseyndan olingan suvimiz bor. Ulardagi hayvonlarni o'rganishda o'quvchilar o'zlari laboratoriyada ko'radilar. Ishni bajarish mikroskopda ishga tayyorlash kerak. Birinchi shay holatlarni mikroskopda ko'rib, yorug'lik mikroskopi yongan cho'la yongan. Pastda chiroq yongan. Ishlayapti. Endi qoplar o'ynamiz ustiga akvarium suvidan bir tomchi tomchish kerak.